Obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Yo'lda ustidan arzonlaridan so'raganlarga xudo xolasa mana ashuncha qilib qo'yganmiz evakuatorlardan ham bor akalar. Albatta xaridorlar bo'lsa, nomerlarni yozib qoldiraman, Afsona TVdan qo'ng'iroq qilaman deb chiqarasizlar. Har doimgi joydan akalar. Foton so'rasizlarmi, Ford so'rasizlarmi, evakuator so'rasizlarmi, gigant mer so'rasizlarmi? Hammasidan bor. Eng qizig'i arzon narxlarda. Kirganiga sotib tirs pul bo'shatishga akalar. Buning uchun videoga like bosib, obuna bo'linglar. Biz video rolik qilishda davom etamiz. Adresimiz Qishloq akalar, mana yo'l ustidagi mashinalar. Bu taraf Qo'qondan kelishimiz akalar, o'ng qo'lda Bag'dod tarafdan kelishda chap qo'lingizda turib keladi akalar, adashmasam. Kelaverasizlar, xohlovchilarga zapchastlarimiz ham bor. Bu taraflarda zapchastlar ham, foton so'raganlar foton, hammasidan bor akalar. Qaranglar akalar, evakuator so'raganlar mana arzon narxda metallari boridan qo'sh balonli evakuatorlarimiz bor. Mana bunaqa Ford qo'sh balonli gruzovoylarimiz bor. Fotonlar bor. Fotondan 3 ta bor akalar. Tanlab olasizlar. Mikroavtobus akalar. Ko'rib turibsizlar, gigantlardan olib kelib qo'yilgan mana. Yana bitta unaqa gazel so'raganlarga. Bu yerlarimizda mana bunaqa furgon orqasiga qo'yiladigan tayyor budkalar bor akalar. Tanlab olasizlar akalar. Qaysi bir ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lmasa boshladik akalar. Vitolarimiz ham bor akalar. Hozir vitolarni olib kelamiz. Bular haqida ham ma'lumot beramiz. Yili nechi buni? 2013-yil. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Ford Transit evakuator akalar. Dakmetalni, ha? Dakmetalni akalar. Polilari, chexollari, korpusda sudatchiklari bor akalar. Mexanika akalar. Oliyda qolib bo'lsa telefon qilinglar. Motor Sprinter korobka bo'lgan. Sprinter motor. Sprinter korobka. Kaliti mana yerdan o'taydimi bu? Uyda ham bor, bu ham bor. Gap yo'q. Uzunligi qancha buni? 580. Nechta tonnalik bu? 4 tonnalikmi? 5 tonnani olaveradi. 5 tonna. Mana bu mashina hammasini olaveradi, ha? Oladi. Bu Gazelda Ford ko'taraveradi, ha? Gap yo'q akalar mana. Yengil mashinalar o'ynab kulib ko'taradi. Pul topaman degan akalarimiz bo'lsa, nimaga sarflashni bilmaysizmi? Bitta evakuator olib qo'ying akalar. O'zi baqadi sizni. Oddiy joyga bir 500 metr, 1 kilometrga borsa ham 500 ming, 600 mingga olib keladi akalar. Trosi bor akalar, tayyor, o'zi tushirib, o'zi yuklaydi. Orqa chiroqlari bor, dakmetalniy mashina, qo'sh balon, ramalari butun. Oliyda qollar, telefon qilinglar. Zavodskoy akalar, bu kesilmagan teng bo'lib, radnoy, ko'ryapsizlar, tepasida migalkalarigacha bor akalar. Qancha qilib beramiz buni? Qani ochingchi buni? Pakelina, propanga ham yuradi. Benzinmi bu? Propanda ham benzin, metan, propan yuradi. Hammasida yuradimi? Pakelina. Pakelina ekan, 4-pakelina ekan akalar. Xo'p, qancha qilib berasiz buni? Buni 15 ming ozgina o'tib beramiz. Sal kelishtiring. Kelishtiramiz? Kelishtiring. Yili 13. Buni Sprinterga kelsak 25 mingga ushatkizib qo'ymaydi, misol. Ha, endi siz arzon tushsiz o endi. Eng arzoni o'zi bu odam ham bu nima deydi, yakka balon kesib, qo'yilmagan zavodskiy qo'sh balon. Bu radnoy. Radnoy, hamma yeri zavodskiy. Bitta plashatga qancha qilib beramiz? Qancha qilib beramiz? 15 ming o'tib beramiz. 15 dan o'tib beramiz, ha? Gap yo'q. Buni yili nechi mana buni? 91-yilda ishlab chiqargan yana bitta Ford qo'sh balonlisidan, buni ham metani boridan. Ha? 52 rama. 52 ramaga terilgan 4 tonnani ko'rdim demaydi akalar. Haligi penablok sexlari bor insonlar bo'lsa, shlaka blok toshiydigan insonlar bo'lsa, leva qilaman, pul topaman deganlar bo'lsa, mana shuni ham bitta ko'rib olsalaring bo'ladi akalar. Yurib turgan mashina akalar, polilari, chexollari hamma yo'g'i bor. Magnitofonigacha bor akalar. Hattoki oldin ochib qo'ysam motorni. 420 uzunligi akalar, 420 ga 2 metr. Qaranglar, qo'sh balon. Motor qilaman demaysizlar. Mana ramalarni ham ko'ringlar. Mashina egasini kutib yo'talib yotibdi metta akalar, sovuqda, soqatib. O'tatib, buni gazini berib ishni qigizdirish kerak akalar mana. Minormallar bo'lsa telefon qilinglar. Chiroyli narxda bo'ladi, обязательно, xudo xolasa. Afsona TVdan ko'rdim deb aloqaga chiqaverasizlar. Metallom deya turganlar, u metallom deb yuraveradi akalar. Oliyda qollar, pul topiyda qolib o'zi pulini topib ishini qilib yuraveradi akalar. Biz ko'rsatamiz, tanlashingizda akalar. Mana yonboshlari. Tayyor mashina akalar mana. Pullik hamma yo'g'i bor akalar. Hech qanaqa rasxod qilmaysiz. Metanni quyib olsangiz bo'ldi. Salarkadamidi o'zi bu? Metan mana. Tayyor. Motor rasxod yo'q. Ruli gidrolika akalar. Necha pul qilib beramiz? Bu antifrizmi? Antifrizda turibdi. Antifrizda turibdi ekan. Necha pul qilib beramiz? 6,5 bo'lsa, kami bor tushib berasiz. 6,5 dan tushib beraman deyapti. Где-то
Haligi 5 4,5 deb yurmanglar akalar. 5,5 tepasida bo'ladi. Bo'lsa ham akalar. O'shaning uchun kelib minib ko'rib, shu yerda bozorni qilsa bo'laveradi, to'g'rimi? 100 ming qilaveradi, ha? Bo'lardi. Xo'p, buni yilichi 86-yilda ishlab chiqarilgan. Radnoydan so'raganlarga, bu Radnoy, ha? Aha. Radnoy pashti akalar bu. Mers, yakka balon. Mana ko'ringlar. Nima kamchilik bunda, Husanboy? Azanboy? Ozgina ishi bor, olib beramiz, bo'lsa shu holatiga sotamiz. Ha, xolasa shu holatda sotamiz. Xolasa motorda kamchiliklarni turlab beramiz, ha? Dakmeti yaxshimi? Gazga Qani oching orqasini. Dakmeti yaxshi. Aha. Shu holat 3 ming bo'lsa berib yuborasiz. 3 ming dollar bo'lsa berib yuboraman deyapti. Metani bormi? metani bor, 450 talik metani. 450 talik metani bor ekan. Dokumentalniy ruxsati bor. Ha, gazgacha ruxsati bor. Generalni ham beriladi, xolosa o'tkazib oladi. Ha, generalni ham beradi xolasa, ha? Bo'ldi. Dokumentda muammo yo'q ekan, bo'lmasa? Siz o'zingizdami? Yo, Jizzaxga ketamizmi? Shu yerda bitadi, ha? Bitadi. Bo'ldi. Xo'p, 3 ming dollar akalar, kelishaverasizlar. Gaz 53imiz, qaranglar akalar. 6 ta emas, 5 ta metani bor ekan. Ko'ringlar, 4 ta yangi balon, 6 ta yangi balon. Hamma balon yangi ekan, konteynerdan qilingan, polni. Terilgan bu noldan akalar. Noldan terib tashlagan. Qulib endi to'g'ri hammasini u tarafga ochiq ekan. Mashina metan kuysangiz yuradi akalar. Mana. Ko'ringlar. Bu ham egasini kutyapti akalar. Mana. Qiziqqan insonlar aloqaga chiqinglar. Buni ham chironlaqda qilib beradi. Buni qancha qilib beramiz? Ozgina o'tib beramiz. 6000 dan ozgina tushib berasiz. Kami bor, ha? Aha. 6 dan ozgina tushib beraman deyapti akalar. Qiziqqanlar buni ham telefon qilaverasizlar. O'zi 5 tonna, lekin 7 tonna, 8 tonnani ham ag'daraveradi akalar. Kimga qiziq bo'lsa, pastdan nomerga aloqaga chiqaversa, alternativdan ko'rdim deb. Foton 2014 mi bu? Aha. 14 akalar, mikroavtobus tayyor kategoriyasi bilan akalar. Minarmonlar bo'lsa chiqaverasizlar, mana qaranglar, mana. Hamma yo'g'i bor. Toqqa, boqqa ketadiganlar bo'lsa, bog'chaga, odam olib boradigan insonlar bor, mana, bog'chaga. Tayyor, maktabga, xususiylarga haydaverasizlar akalar mana. Bundan 3 ta bor akalar. Yangi motor qilib qo'ydik buni. Aha. Yana bittasini motor qildik, polni, atido. Aha, bittasini motor korobkasi yo'q holatda. Motori bor endi. qancha o'shasi? O'sha holaticha 2800 dollar bo'lsa berib yuboradi. Seryozni, Dongfeng-da? Foton. Foton. Bu motor korobkasi yo'q holatdagini. Ha. Ularda 5,5 ming atrofida gaplashamiz. 5,5 plyus-minusi bor, ha? Gap yo'q. Dakmeti joyda, ha? Dakmet yo'q deysizmi? Tiniq, ha? Tiniq dakmetlar. Qaranglar, avtobus bu, avtobus. Kategoriyasi D akalar. Narxi arzon zato. Mana ko'ringlar akalar, 14 Damas'ni ham shuni puliga beryapti akalar. Siz zato 16 taligini olasiz akalar. Buni yili ham 14. Mana. Pul sarflamaysiz, minasiz xolos akalar mana. Ko'ringlar. Olida qolib bo'lsa telefon qiling. Motorlarni qilib qo'yilgan. Metani bormi? Metani bor 65 talik. 65 talikda 2 ta, ha? Ha, bitta metani bor. 200 yuradi bemalol. Xo'p, qancha qilib beramiz? 150 yuramchi bo'lsa? Yuradi, ha? Qancha qilib beramiz? 5,5 atrofida kelishamiz. Bunaqa nahada yuradigan ikkita, bittasi o'sha motor korobkasi yo'q, o'sha 2800 bo'lsa uni beramiz. Ha. Signallargacha bor. Bor, ha, uni ham, ha? Xo'p, 2800 dollarga foton so'raganlar bo'lsa, bor akalar. Faqat bu bas akalar, bundan boshqa akalar telefon qilsalaring tushuntiradi. 1200 dollar bo'ladi. 1000 1000 dollar. dollar. 1000 dollar. 1000 dollar akalar. Motori bormi? Motori bor, akkumulyator kalti yuradi. Akkumulyator yurdi, metani bor. Yo'q, salyarkada bor ekan. Salyarkada akalar. Dokumentalniy mana nomerini ham ko'rsa 242 nomerda akalar. Dokumentalniy 1000 dollar. Akalar 1000 dollar. Bitta akkumulyator bilan keladi bo'ldi. Diskalari saka diska 1 tonna yuk oladi qon. Bitta akkumulyator bilan kelasiz. O'zingiz uchun bitta xarid qilib olasiz yoki minib ko'rasiz, ma'qul kelsa to'lov olib ketasiz. Yo'q, katakondan desangiz mana bunaqa furolarimiz bor akalar, 2 moslisidan akalar. Rammalari butun. Yili necha? 99 ekan yili akalar mana. Fura ishqibozlari bormi? Buni furani endi bortlarni olib tashab, bartavoq minsangiz, shunda menimcha zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Volvo qiziq bo'lsa, aha, Mercedes 817 si bor, shunaqa. Aha. Orqasi shunaqa qo'sh mosli. Orqada yana bitta zapas xoti bor, xullas.
tayyor dokumentlari manipulyator qilingan. Qiziqqan akalamizga. Xuddi shuna razmerda 7 metr borti bilan. Manipulyator. Manipulyator qo'yib oladi. Manipulyatori yo'q. Dokumentda manipulyator, dokumentalniy. Ha. Salarka holatda bor. Salarka holatda. Nechi pul u? Iltimos qilib sotib bering Narxi? degan uchun prosta aytib o'tib ketyapman. Narxi 12 ming bo'lsa sotiladi. Unisi. Unisi. Buchi bu? Buni bir pachkaga berib yuboramiz. $10,000. $10,000 berib yuboraman deyapti akalar. Bort tent dokument. Yuk borten, to'g'rimi? Tent. Ha, salarkada. Bo'ldi. Buni yilichi? 2000-yilda ishlab chiqarilgan gigant bu ham, ha? 609. Mana ko'ringlar, qo'sh balonlisi akalar. Bu tez yordamda ishlagan akalar. Mana. Endi buni ham ishlari bor. Xullas buni boshqa motor korobkani qo'yib beramiz. 104, xolasa 104, xolasa 602 turbolar qo'yib beraman. Aha. Metalli gazigacha ruxsati bor. Ha. Mana. Gaz Xolaga nimasida kelsa, kelishamiz, kelsa tepasida gaplashamiz. Shu holatini $4,500 ga berib yuboramiz. mana shu holatda $4,500 motor qo'yib beraman siz. Qo'yib bersak 6000 atrofiga aylanadi. Plizmensi bo'ladi. Hozir yuradimi bu? Shu motorda ozgina ishi bor-da buni. Tayyorlab beralamizmi o'zini motorini? Tayyorlab o'zinikini ham qilib beraveramiz, uni kelishamiz unisini. Ha, narxini kelsa bo'ldi deng. 2000-yil puli. Puli bergan akalar mana. Xo'p, 2000-yil akalar. Qancha qilib berasiz buni? Mana shu holat $4,500. $4,500. Kam yo'qmi? Yo'q, $4,500. Kelishadigan joyi bor, ha? Telefon qilishaversin, ha? Kelishamiz. Xo'p. Mana bu nima endi bu nomi? Otoyo'l. Mini Atoyo'l. Kak 5 Zavodskoy bu. 5 tonnalikmi bu? 5 tonnalik. 5 tonnalik. Borti ham 5 metr uzunligi. Qaranglar mana, ko'ringlar. Budkalarini ham ko'ringlar, 5 metr. Salarka holatida. Furgonidan so'raganlarga, Otoyo'l furgonidan akalar, telefon qilaveringlar mana. Qo'sh balonli, balonlari ham yangi ekan. Mana poligini olib tashab, mana bu endi polik qilinmoqchi edi bunga. sidini qaranglar, yaltilashini. Shumkalargacha qilinganda tagigacha polni shumka. Chig'ullar yangilab qo'ysizlar-da, ha? Chig'ullar yangilanibdi akalar, tagi shumka bo'lgan akalar. Bitta poligini qilsa bo'ldi ekan. Uzunligi 5 metr ekan akalar mana. Ko'ringlar? Mana balon holat. Zapaskalarigacha bor akalar. Mana. Tayyor bu ham. Ishga tayyor. Tayyor. Pul topiydi qondan. Yarimta katta yuradi. 5 tonna yukni indamasdan olib ketadi akalar mana 5 tonnani mana. Qiziqarlar bo'lsa telefon qilaversa, mashina salarka holatida. Qancha buni narxi? Yili 99-yil. Hop. Narxi $8,500 ga akalar. Balonlargacha yangi. 6 ta balon yangi, bitta kalitga o'ti do'qon, dark metalni, Isuzu bilan tengma-teng yuk oladigan kerak bo'lsa. Bu ham dokument muammo yo'q. Gen desa gen beriladi, xolos o'tkazib oladi. Bu ham xuddi shunday. Gen desa gen. O'tkazib beramiz, ha? Nomerlari ham zalotoy nomerlar. Bo'ldi. 8,5 kelishiladi ekan akalar. Telefon qilaverasizlar ekan. Xolasangiz 611 da gigant Mercedes bor akalar. Bundan ozgina kattaroq polvon moz, turbo motor ishlaydi hamma yo'q, ha? Gap bo'lishi mumkin bas, mana. Ko'ringlar. Mana. Mana normalar bo'lsa telefon qilib qo'yasizlar akalar, chiroyli narxda qilib beradi mana. Salarkada. Mashina salarka holatida. Ko'ryapsizlar, pulilari ham hamma yo'q cho'tki turibdi mashinani. Hech qanaqa kamchiligi yo'q akalar. Mana havoda bu teng bo'lib, ha? Signallar mana. Qo'sh balon, baloni ham dahshat mana akalar. Normal o'tib balonlari ham. Mana. Ko'ringlar. Mana normalar bo'lsa chiqaverasizlar. Chiroyli narxda qilib beradi. Buni qancha qilib berasiz? Polvon mos akalar tagiga. Zadimoslar polvon mos. Naqd puliga qancha qilib berasiz? 6,5 ming bo'lsa berib yuboramiz. $6,500 bo'lsa berib yuboramiz. 11 ming, $12,000 deb turgan boshida, to'g'rimi? Mana akalar, teng yarmiga sotilyapti akalar. Telefon qilaveringlar. Gazel bortlisidan so'raganlar bo'lsa, Gazelni bortlisidan ko'rsataman akalar mana. Bitta ko'ringlar o'zlaringiz uchun. Qo'sh balonli bortlisi. Motorda muammo yo'qmi? Oladi, minadi. Oladi, minadi, ha? Kamchilik yo'q. Mana. Ko'ringlar. Mana. Gazel so'raganlarga Gazel prostoydan akalar. Mana balonlarni ko'ringlar. Yuk bort 2006-yil. 2006-yilda ishlab chiqarilgan, yili ham mana. Dugalarigacha bor. 350 talik temir metani bor akalar, gaz baloni bor ekan akalar. Qancha ko'taradi bu? 3 tonnani ko'taradi deyapti. Rama ko'taradimi chiqib? Rama ko'taradi deyapti mana. Mana akkumulyatorni ichiga olib qo'ygan. Qancha qilib beramiz buni?
narxi? 4,5 bo'lsa beraveramiz. 4,5 bo'lsa berib yuboramiz. Uzunligi qancha edi buni? Bo'ladi. Bortning uzunligi? Shu 280 bu. 280 akalar. 4,5 ekan. Telefon qilaverasizlar. Xolasangiz mana Fordda mikroavtobusi ham bor, passajirnisi uzunidan akalar. Tepasi ham baland, ya'ni tomi balandida, motorida, hamma yo'g'ida muammo yo'q akalar. Olasiz, minasiz. Mashina salarga holatida turibdi. Endi mana sidinalarning ichiga solib qo'yilgan akalar. Olida qolib bo'lsa chiroyli qilib mo'ykasini qilib beradi. Kelib olib ketsangiz bo'ladi akalar mana. O'zingiz uchun bir tekshirib olsangiz bo'ladi mana. 97-yil. Magnitofoni ham, kalit hamma yo'g'i bor. 97-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Bitta kalitga o'taydi akalar. Ha? O'taydimi? Yarimta kalit. Yarimta teng bo'lib, mashinani ko'ryapsizlar, tepasi baland. Ancha baland edi mana. Qiziqqanlar telefon qilinglar. Albatta biz ko'rsataveramiz. Ma'qul kelsa, telefon qilib bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ma'qul kelmasa, videoni ko'ramiz. O'zingiz fikringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Chiroyli narxda qilib berishadi, mana nech pul qilib beramiz? Bu 5,5 ming. 5,5 ming dollarga akalar hozir bir normal mashina bermayapti akalar. Ko'ringlar, 16 kishilik mashina akalar. Fotondan 3 ta dedim, tanlab olaverasizlar akalar, xohlaganlaring. Mikroavtobus so'raganlarga mikroavtobuslar bor akalar. Yoki mana bunaqa evakuatorlar. Akalar mana yangi yilga chiroyli narxlarda arzon qilib beryapti akalar. Vitomiz bor, xohlasangiz Vitoni ham kelishtirib beriladi. Tak, 2013-yilda ishlab chiqarilgan qora baytal keldi akalar mana. Mercedes Vito akalar deganlardan. So'raganlar bo'lsa, kaltasini bilasizlar, yukni ham normal oladi akalar. Bundan tashqari lapanglamaydi. Mayor qilishga ham zo'r bo'ladi, ya'ni olib qochish uchun, aqabaqamda yugurtirish uchun ham zo'r bo'ladi. Qani ochingchi buni motorini tagida nima bor ekan? Qanaqa mahsulot bor ekan? Xohlasalar mana 3 ta nomerga beayot telefon qilaverasizlar akalar. 112 akalar. 4-pokoleniya, to'g'rimi? Metani bor akalar. Benzin metan. Metani bor ichida. Metanni qayta quydilaring voy. Metan to'lami? Gap yo'q, hech kimda metan yo'q, sizlarda metan bor. 304 ming yurgan monitori bor, bez, konditsioner ishlaydimi? Konditsionergacha ishlaydi. Ishlaydi, chexollar mana 3 kishilik. Bundan tashqari mana sudatchiklari hamma yo'q ishlaydi akalar. Mana nima kameralarimi? Kamerasigacha bor, registratorlargacha bor. Gap bo'lishi mumkin emas akalar, qarang. Kraskachi bunda? Kraska. Bitta asvijit bo'lgan ekan, xolos akalar, kraska bo'lmagan. Zadniy kamerasi bor. Kaltasidan deganlar uchun 1,5-2 tonnani haydaverasizlar akalar. Mana ichida temir metani turibdi. Mana metallari bor. 150 talik. 150 talik. Bitta haydagansiz 300 kilometr haydaverasizlar akalar. Bemalol yuraveradi mana. Minarmon akalarimiz uchun chiroyli narxda qilib beriladi. Buni ham qancha qilib beramiz? Xuddi shu Vitoni. Buni narxini bilib olaylik. Allash ketib qoladi hozir. Narxi qancha buni? 9,5 lazım. 9,5 ming dollar akalar. Bu degani qaranglar. Bu mashinamiz ham metanda, ham propanda, ham benzinda yuradi. Faqat propan qo'yib olish kerak xolos, to'g'rimi? Chunki motor shunga moslangan. Rasxoti ham unaqa ko'p emas. Trassada любой mashina bilan tirash qo'radi, yurish bo'yicha. Xo'p. Xohlovchilar telefon qilinglar. Qancha qilishdi buni? Qancha atrof chiqsin? 9 tepasida. 9 tepasida bitadimi? Pastda bitmaymi? 9,5 ozmoz o'tib beramiz. Kelib minib ko'rib, savdosini bo'laveradi, ha? Bo'laverdi. Buni miniveni ham bor dedingizmi? Miniveni ham bor. Miniveni qanaqa bo'ladi? Passajirmi, ha? Zavodskiy passajir. Zavodskiy 2010. Qorami ham? Uni mordasi yangi vipska. Yangi vipska mordadan. Aha. Xullas, qiziq akalar chiqsa, alohida rasmini tashlaymiz, ko'rishadi. Salyarkada qancha? Zavodskiy holatda uni. Passajir ne ekan akalar? Miniven bilasizlar, miniven bo'lsa orqasida joyi bo'ladi. Xo'p, B kategoriyada binasiz, uni ham salarka holatda turibdi. Narxi? Saka diskalarda eng fulli. Eng fulli. Xo'p, nech pul u? 12,5 ming o'tib beramiz. 12,5 ming dollardan tushib beraman deyapti. Passajirnisini akalar, salarka holatidagisi toza u. Qiziqqan akalarimiz o'zi. Qiziqqan insonlar bo'lsa, pastdagi nomerga qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroq qilsangiz sizga rasm yoki videosini tashlab beradi. O'shanga qarab bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mashinani mayda-chudalarni o'zlari sekin to'ldirishyapti ekan akalar. Har doim eng zo'r joydan va eng sifatli va eng arzon joydan ko'rsatib boramiz. Biz uchun bitta like bosib, kanalga obuna bo'lganlarga addush rahmat. Yangi yilda yangi mashinalar bilan o'zingiz niyat qilgan narsalarda kutib olishingizni so'rab qolamiz. Sizga ham rahmat, salomat bo'lasiz. Rahmat sizga. Xohlovchilarga yana bitta narsani aytib qo'y, esimdan chiqib ketdi.
Mana bu yerda agar magazin qilaman deganlar bo'lsa yoki bir ombor qilaman deganlar bo'lsa, ana ombor uchun ham tayyor budkalar bor. Yo'q, men mashinaga o'rnataman deganlar bo'lsa, mashinaga ham o'rnatsangiz bo'ladi akalar. Magazinni ochib qo'yasiz, ichiga bitta pechkani qo'yib, bemalol issiqqanada o'tirsangiz ham bo'ladi akalar mana. Xohlovchilarga. Mana bunaqa mos kerak yoki rama kerak deganlar bo'lsa, ramalarimiz bor. Bundan tashqari motorlar bor. Sprinterga, Mersga qanaqa motor kerak bo'lsa, hammasidan bor. Ukamiz zapchasti eng zo'rlari va eng arzonlaridan topib beradi. Mana, oldidan ko'rsatib qo'yaman. Shuncha sotiladi. Qancha qilib beramiz? Akalarimiz. Nech pul? Shu holatiga. Nech pul? 1000 bo'lsa berib yuboramiz. Unisini ham 1000 ga berasiz. Mana shundaycha $1000 bo'lsa berib yuboramiz. Butun radnoy tiniq tuzdi. Tiniq akalar, ishlarini ko'rdilaring. Ofis qo'ysalar ham bo'ladi, qo'pol qilib aytganda. 4 ta balonni qo'ysalar ham bo'ladi. O'tib beramiz butkani. Butkani 1000 dan o'tib berasizlar, ha? Izzat ermiz butka. Bo'ldi mana.